Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda internet olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Sport Plus kanali oilasi a'zosiga aylangan har bir kishi biz uchun juda ham muhim. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi, mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Bu videoni bugun Sport Farruh akamga, ele jiyanlariga tashlab qo'yinglar. Internet polvonlariga. Sog' bo'linglar. Endi o'ttiza erkak bo'landi va anaqani uraman, samandar uraman deb aytmoqchi bo'lganda endi Assalomu alaykum hammaga, aka-ukalar, yaxshimisizlar? Sog' salomat. Bu videoni bugun Sport Farruh akamga tashlab qo'yasizlar. Gold bilan intellektni ana shu videosiga men o'zimning fikrimni bildirib o'tmoqchiman. Bu yerda aytilgan "Sen erkak bilan ur, men samandarni uraman" deb aytish kerak edi, adashib ketdik deyapsiz. Farruh aka, sizni hurmat qilamiz aka, gapi yo'q, hurmatingiz bor. Faqat tarafma-taraf bo'lish kerak emas aka. Hamma uchun bir xil bo'ling aka. Siz uchun ham, oningizdagi jiyanlaringiz uchun ham. Videoga keladigan bo'lsak aka, men o'zimning fikrimni bildirmoqchiman. Sizlar jiyaningiz men bilan urushgisi kelayotgan bo'lsa, men любой время tayyorman aka. Любой время. Ligadan kontrakt qilsin, Ispaniyaniz bo'ladimi, Gold jiyaningiz bo'ladimi, farqi yo'q aka. Bizda zadmi yo'q. Shunga kontrakt qiladi, menejerimga svязьga chiqadi, любой время tayyorman aka. Достойный порядочный mujik shunaqa bo'ladi aka. Ligadan kontrakt qiladi, chiqib yurishadi. Men Goldga vizit tashlagan paytim gapiruvdi Gold. Men internet polvon emasman degandi. Internet polvon emasman degandi. Hozirga kelib, вообще bachkana bo'lib ketdi aka. Agar rostda kamiga jiyanlaringiz men bilan urushib kelayotgan bo'lsa aka, kontrakt qilsin, любой время tayyorman. Чисто спорт, спортивный интерес, это спорт. Всё. И достойный порядочный mujik. Birovda onasidan so'kkan bilan bitta dasturxonda o'tirib non tuz yemaydi. Ayol qizlarni, opa-singillarimizni onasidan so'kib, ayollarni so'kkan bola bor Tailandda. O'shalar bilan birga o'tirib dasturxonda non tuz yegan bu jiyanlaringiz aka. Agar keltirib berish kerak bo'lsa, keltirib beramiz aka. Bu videoni bugun Sport Farruh akamga, ele jiyanlariga tashlab qo'yinglar. Internet polvonlariga. Sog' bo'linglar. Так, друзья мои, всем ассаламу алейкум. Смотрите, кого я встретил в спортзале. Неожиданно и приятно. Я ему говорю, бой бери, дайте мне Абдумалика. Он говорит, Абдумалик меня избегает. Джанг берили? Да. В общем, Абдумалик меня конкретно избегает, не хочет со мной драться. Просит там завышенные вообще гонорары, в 10 раз больше, чем он получает, поэтому сами делайте свои выводы. Абдумалик избегает. İnşallah tayoq deysan, keyin osh deysan. Mana o'zbekskiy osh deysan keyin. Абдумалик меня конкретно избегает, не хочет со мной драться. Просит там завышенные вообще гонорары, в 10 раз больше, чем он получает, поэтому... Aktagonni erkatoyi yana video qilib chiqibsan. Aktagonni o'zi olib qochibdi-ki, mendan sani. O'zi aytdi-ki, martga urushtiraman. Gol ukam bilan erki bularni, keyin ikkimizni boyimizni hammalaringizni bitta kartga qilaman deb aytdi-ki, yana nima video qilasan, baltamatsa qilyapsan. Nada bu kallangni tushirib o'raman. Sen tayyorgarligingni ko'r, yaxshilab boks qil. Keyin inshaalloh solishamiz, dastoyni urishamiz. Ganalar temasiga gapiryapsan. Kulachga o'tib ketdi. Kulachga aqlingga sig'mayotgan ganalar pulni beryapti. Tushunayapsanmi? Sen nima qilasan? Mutut qilib video qilma, baltavatsa qilma. Kelasa, men O'zbekiston uchun sen bepul urib qo'yaman. Tushunayapsanmi? O'zbekiston uchun bepul uraman. Yaxshi tayyorgarligingni ko'r. Inshaalloh tayoq deysan, keyin osh deysan. Mana o'zbekskiy osh deysan keyin. Tushunayapsanmi? Tayoq deysan, o'zbekskiy osh deysan keyin. O'zim mehmon bo'laman. Davay, mujiklar shu videoni mana shu bolaga tayyorlab qo'yinglar. Kirdim. 26 ga kirdim, lekin kallam 65 yosh. Bilaman, 65 yosh. Ko'p kattalarman suhbat qilganman. Ko'p. Assalomu alaykum, достойные mujiki, порядочные mujiki. Gold, hammaga anekdot aytib charchamadingmi? Shu senga aytgan gap, Liboy Vesta, Liboy davlatda, Liboy sport turida o'qishga ahim yetadi. Faqat 50 ming dollardan. Sen shunaqa paddeshkin bormi? Bo'lsa, let's go. Gapni ko'paytirish kerak yo'q. Gold, let's go.
Mana do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.